Do'stlar, 1-apreldan uy yoki mashina sotish qoidasi o'zgardi. Agar siz buni bugunoq bilmasangiz, ertaga notariusga borganingizda muammoga duch kelishingiz mumkin. Oldin uyni sotganda pul qo'lma-qo'l berilardi. Endi unday bo'lmaydi. Barcha hisob-kitoblar bank orqali escrow hisob varag'i degan joy orqali o'tishi shart. Escrow nima? Oddiy tilda escrow oraliq hisob. Ya'ni xaridor pul to'laydi, bank oraliq hisobda pulni saqlab turadi. Ikki tomon notariusga boradi va shartnoma imzolanadi. Keyin pul sotuvchiga o'tadi. Ya'ni o'rtada pul kafolatlanib turibdi degani. Qadamlar orqali tushuntirib beraman, tizim qanday ishlaydi. Birinchi qadam. Xaridor birinchi bo'lib bankka murojaat qiladi va pulini escrow hisob varag'iga soladi. Ikkinchi qadam, taraflar notariusga borishadi. Uchinchi qadam, notarius aynan escrow hisob varag'ida pul bormi yo'qmi bankdan tasdiqlanishni oladi. To'rtinchi qadam, shartnoma imzolanadi va pul sotuvchiga o'tadi. Bu qoida kimga tegishli? Uy, mashina, kvartira, yangi binolarni sotayotgan va sotib olayotgan har bir kishi uchun 1-apreldan majburiy. Agar yaqin orada siz uy yoki mashina sotmoqchi bo'lsangiz, bu videoni saqlab qo'ying. Yokida shunday tanishlaringiz, do'stlaringiz bo'lsa, bu videoni ularga ham ulashib qo'ying. Sababi manfaati tegadi, xudo xolasa. Va albatta savollaringiz bor sizda, izohlar siz uchun ochiq. Shu yangi chiqqan qoidaga qanday fikringiz? Izohlar siz uchun ochiq. Qoldiring. Men sizga savolingiz bo'lsa javob beraman. Rahmat.